Salom olsun jo'lab, bugun biz ajoyib kunda o'tkazdik. Otam pensiyaga chiqdi va birinchi pensiyalarni olgani munosabati bilan bizni, ya'ni ammalarim, amakilarim va ularning rafiqalarini, ya'ni amakini rafiqasini biz Andijon Shevada momo deymiz. Sizlarda nima deyiladi olsun jo'lab? Xullas, hammani olib Andijondagi Tandir kabob restoraniga olib bordilar. Restoran shunaqangi chiroyli joyda joylashgan, tabiatda bag'rida, tinchlik, musaffo havo xuddi oromgohga o'xshaydi. Otam o'z jigarlari bilan, ya'ni yaqinlarimiz bilan samimiy mehmondorchilik qildik. Bilasizmi, yaqinlar davrasida vaqt qanday o'tib ketganini ham sezmay qolar ekan. Suhbat esa zo'r bo'ladi. Ota-onangiz yoshligi haqida, amaki va ammalaringizdan eshitish bu juda qiziqarli lahzalar. Unutilmas lahzalar. Ular yoshlikda qanaqa bo'lgani, qanaqa sho'xliklari qilgani, xullas hammasini aytib berishadi. Shunaqa uchrashuvlar chinakam dam beradi sizga, chinakam diydor beradi, duolar qilinadi, ko'ngillar to'ladi, xotiralaringiz boyiydi, judayam zo'r davra bo'ladi. Xullas, bugun shunaqa ajoyib muhitda yaqinlar bilan birgalikda bo'lib, ko'nglimiz to'lib qaytdik. Yana shunaqa baxtli kunlar ko'p bo'lsin inshaalloh. Voydat. Endi bu ishdan keyin Oyijon, kechira qoling. Xo'p. Jon, oyijon. Kechira qoling. Qarang o'ysin. Bor dab bo'l dedim. Qaynona qaynota bilan yashash bu eng zo'r hayot. Eng zo'r hayot. Buni bilmayman kim qanaqa ko'rsatib beryapti. Men har doim aytaman, farzandingiz uchun pul to'lamaydigan eng zo'r soqchi bu qaynanangiz. Eng zo'r niyanka bu qaynanangiz. Sizdan ham zo'r. Siz urasiz, siz tepasiz bolangiz, lekin qaynana eng zo'r niyanka siz uchun. Lekin yana o'sha farzandiga niyanka yo'llagan nimalarni ham bilamiz, fojiali taqdirlarni ham bilamiz. Keyin eng qimmatbaho boylik maskan. Men har safar qaynonamdan duo olganimda shunchalik e'zoz darajam, shunchalik daromadim oshadi. Har safar qaynonamdan, qaynotamdan duo olsam, menga shunchalar zo'r bo'ldi. Chunki bizning ustozlarimiz shunaqa o'rgatgan. Va biz shu yo'l eng zo'r yo'l deb o'ylaymiz. qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynonasiz kelin, masxara kelin degan maqolni mag'zini mana endi chaqayapman olsun jo'lab. Nimaga bunaqa deyotganimni video davomida o'zingizlar bilib olasizlar. Super rejimda yoqib, changlatda bilan dugoni tutdim, ishlarimni ham boshlab oldim. Zinalarim anchagina chang bosib ketgan ekan, bareklar bilan qo'shib yaxshilab yuvib oldim. Orada podvolim eshigi ham qolib ketmadi. Ularni ham yuvib oldim, mana bu betonlarni ham yuvib oldim. Xullas, suvlarni urib, orada darvozaxonam ham quruq qolmasin deb darvozaxonani ham yaxshilab yuvib oldim. Orada gullarim ham chang bo'lib ketib, changlarni yaxshilab suvurib tushirib yengillatib qo'ydim. Bu orada agroddagi gullarim ham ancha chanqab qolgan ekan. Ularni ham suvini quyib sug'orib qo'ydim. Orada qizim menga yordamlashmoqchi edi. Supurgi ko'tarib ketayotganda qizim yordamlashib turar desam, bu tirranchi rosa suv o'ynabdi. Bugun suv bundoq oqib qoldi. Nimaga bundoq oqyapti desam, rosa suv o'ynagan ekan. Mana bu videoni ko'rayotib, nimaga bundoq oqqanini tushundim. Xullas, o'zingizlar tushunib olasizlar. Gapim ag'dan-bag'dan bo'lib ketdi, o'rniga qo'yib olasizlar. Keyin shunaqa qilib gullar, eshiklar, xullas, gullarga ham suv quyib bo'ldim, betonlarni ham yuvib bo'ldim. Keyin chang bo'lib ketmas, ana suv bo'lib qoladi-yu, o'z bo'lib qoladi, suvlar qolgan. O'shalarni polotada artib oldim. Eng qaymoq joyi shu yerda olsin joylar, ishinglarni qilib bo'lib, mazza qilib tomosha qilib rohatlanib o'tirasizlar. Orada ovqatga ham kech qolib ketdim. Ovqatni ham massavani shashib-pishib solib qo'ydim. Sabzi piyozlar bir-biringlar bilan tanishib turinglar. Men yana ishim bor, xayr deb ketdim ularga. Kun qorong'i bo'lishiga qaramasdan, daroshkalarni ham yuvib oldim. Yana ojonim erta ishga ketsa, ishlarim o'shanday qolib ketadi. Bola qaragan odam yo'q. Ojonim yo'qligida bola o'zimga qolib, ishlar o'zimga qolib, tushundim qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynonasi masxara kelin deganini. Shu joyiga bitta yaxshi narsani aytmoqchiman. Bu qizlarga, hammasi turmushga chiqish arafasidagi qizlar, men turmushga chiqishimdan oldin bizda endi dadam bilan o'rtamizda bir xarid parda bor edi har doim. Turmushga chiqishimdan oldin kuyov-navkar kelishiga bir 2 soat qolganda dadam sekin o'tirdilar-da, keyin qiza, kuyov yaxshi yigit, yaxshi joy, ota-onasi yaxshi, ziyoli. O'ylama, na otasini obro'si, ya'ni onasini obro'siga qaraganim yo'q, moddiy jihatiga qaraganim yo'q. Faqat o'zining insonligiga, o'qimishligiga qaradim. Lekin narsani hech qachon esdan chiqarmagan. Sen hech qachon kimligini unutmading, aslini unutmagan. Biz seni ikkita kiprigimiz orasida katta qilganmiz. Ehtiyotlab katta qilganmiz. Sen ularga yer bo'lib xizmat qilgan, ular senga osmon bo'lsin dedilar. Ammo har bir xizmat
farzandingni orqasida sani g'ururing tursin dedi. Kibr emas, g'ururing tursin dedi. Ochig'i, ha dedim-ku, o'sha payt tushunmadim bu gapni. Ishoning 10 yillik turmushimdan keyin tushundim. Zo'r gapiribdi. Bu bizani ko'rayotgan ko'p turmushga chiqqan qizlarga juda ko'p tegishli deb bilaman. Ota-onani tez qaritadigan ham farzand, tez o'ldiradigan ham farzand, o'lishiga yordam beradigan ham farzand. Juda ko'p tezroq o'lib ketishiga bolalar yordam beradi. Qarashib yoradi. Ota-ona bolalar qarashib qo'yadi, yordamlashib qo'yadi tezroq o'lishga deb bekorga aytmayapman. Bu hech qayerda aytilmagan gap bu. Odamlar ichidagi gap, ko'rib turib aytolmaydigan gap bu. Jasur. Chunki alami ko'p bo'ladi. Men senga shundalar qildim. Yemadim, ichmadim, kiymadim, seni boqdim, seni. Mehring shu bo'ldimi? Qaytarish shu bo'ldimi? degan ichidagi aytmagan alamlar odamda o'ldiradi. Aytgan alamlar chiqib ketadi. Bir gapni aytsangiz, tez aytib bersangiz, u tez chiqib ketadi. Sizdan chiqib ketdi, u ketdi koinotga. Osinjonlarim, bugun menda pomidor ko'chat ekish. Qani tomosha qilinglar, qanaqa bo'larkan. Turbo rejimini yoqib, tez-tez ishlarimizni qilib olamiz. Qo'shiqlarni kuylab boshlaymiz. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. Bugun shunday go'zal tabiatdan bahramand bo'lish uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Ayolni eng katta qiladigan xatosi erkakka nisbatan rahm qilishni boshlasa, o'sha payt bilingki, siz o'zingiz uchun eringizni erkak sifatida rolini parchalab tashlaysiz. Siz eringizga erkak sifatida hurmat qilmay qo'yasiz. Chunki siz unga rahm qildingizmi? Rahm bor joyda g'urur, iftixor bo'lmas ekan. Doim yodingizda tuting, ayollar, eringizga nisbatan qancha qiyin unga, qancha hozir qiynalyapti, bir qanchalik qanaqadir qiyinchilikdan hozir o'tyaptimi? G'ururlaning bundan. G'ururlaning, u harakat qilyapti. U shunchaki zimada yotib olib, meni boqinglar, hayot shu ekan, ishim yo'q deyotgani yo'q. U harakat qilyaptimi? Ana shu harakatini hech bo'lmasa e'tirof etish kerak. Rahmat sizga. Oilamiz uchun harakat qilayotganingiz uchun. Hech qachon bittada birdaniga katta pulga ochilmaydi odam. Bittada birdaniga katta bir mansabga o'tira olmaydi. Zinapoya tarzida tasavvur qiladigan bo'lsangiz, zinapoya noldan boshlab sekin astalik bilan chiqish kerak. Va o'shanda qayerdir shofyor bo'lsin, qayerdadir borib o'sha mashina yuvadigan shoxobchaga ishga kirsin. Muhimi unda harakat bor. Mana shu harakatni tushuning, bu yaxshi. Harakat qilayotgani zo'r va hech qachon rahm qilmang. Rahm qildingizmi, undan g'ururlanishni va eringizni erkak sifatida tan olishni mana shu yerda to'xtatasiz va uni afsuski hech narsaga qodir emas, hech narsa qo'lidan kelmaydigan inson sifatida tasavvuringizda shakllanishni boshlaydi. Osinjonlarim, kelinglar sirlashamiz. Shu desanglar, ojonim bugun ishga yetib ertaga to'yga boraman. Savatga qahlama tushgan, qatlama qilib qo'ying ertagalikka deb qolsa bo'ladimi? Men qatlama qilishni bilmayman, deyolmadim. Buzvon o'lgur. Ojonni oldilarda ip olmay qoladi. Sizlarda ham shunaqa osinjonlar. Xullas, nima qilarim bilmay, oxiri jonim uchun tegna yordam turdim. Bitta pazanda iltimos qildim. Yo'q demadilar. Xullas, kechga keling, tayyorlab qo'yaman bo'pti dedi. Keyin kechga Erjon bilan birga bolalar mashinasiga olib borib keldik. Keyin qatlamalarimni solib turguncha shartta sekingina videoga olaman, oshxonalarni videolarga olib osinjonlarimga maqtanaman dedim-da. Endi bu qatlamalar bir ham shirin ko'rinishi buzib yorvarayishim bo'pti osinjonlar. Menga o'xshagan pazanda sazdanda osinjonlarim uchun kursi ham o'tar ekan, onlayn, offlayn kurslari bor ekan. Birinchilardan bo'lib yozilib oldim osinjonlar. Sizlar ham yozilinglar, billa o'qib o'rgan bo'lamiz. Menga o'xshab parod bo'lib qolmaysizlar. Eng ko'sa ojonga nima desamki osinjonlar, to'g'risini aytaymi yoki o'zim qildim ojon deb qo'ya qolaymi? Kommentariyga yozib ketinglar osinjonlar nima qilishimiz.